Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Rey Bredberining Farangey bo'yicha 451 daraja romanini taqdim etadi. Roman ilmiy fantastik va distopiya janrida yozilgan eng mashhur asarlardan biri. Bu roman 1953-yilda chop etilgan bo'lib, senzura, fikr erkinligi va texnologiyaning jamiyatga ta'siri mavzularini chuqur o'rganadi. Roman kelajakdagi totalitar jamiyatda sodir bo'ladi. Unda kitoblar taqiqlangan va o'qish jinoyat hisoblanadi. Bunday jamiyatda kitoblar yondiriladi, chunki hukumat o'qish va bilimni xavfli deb hisoblaydi. Ular insonlarni mustaqil fikrlashga undashi mumkin. Kitoblarni yoqish bilan shug'ullanuvchi o't o'chiruvchilarning vazifasi endilikda o't o'chirish emas, balki ularni yoqishdir. Asar bosh qahramoni Guy-Montag ismli o't o'chiruvchi. U boshida o'z vazifasini bajarib, kitoblarni yoqishdan hech qanday noqulaylik his qilmaydi. Ammo Klaris ismli yosh qiz bilan uchrashuvi va unga ta'sir qilgan boshqa hodisalar natijasida Montag jamiyatning g'oyalarini shubha ostiga qo'ya boshlaydi. U asta-sekin kitoblarning haqiqatini, bilimning kuchini va senzuraning zararini anglaydi. Montag o'z ishini tashlab, hukumat tomonidan quvg'in qilingan kitobsevarlarning qarshilik guruhiga qo'shiladi. Bu guruhning maqsadi kitoblarni o'z xotirasida saqlash orqali bilimni keyingi avlodlarga yetkazishdir. Senzura va bilim. Roman senzuraning jamiyatga ta'sirini va bilimning qadr-qimmatini o'rganadi. Kitoblarning yo'q qilishni insoniyat tarixining yo'qotishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Texnologiya va odamlar o'rtasidagi masofa. Roman texnologiyaning haddan tashqari rivojlanishi odamlarning aloqa va hissiyotlarini yo'qotishga olib kelganini tasvirlaydi. Fikr erkinligi. Bredberi mustaqil fikrlash va shaxsiy tanlovning ahamiyatini ko'rsatadi. Jamiyatdagi befarqlik. Asar jamiyatning bilimdan yuz o'girishi va befarqlikni tan olishi qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rsatib beradi.